Hürmetli millettaşlar, töbek öğreniciler, tarih yaratuvchilar. Bizning Tatar xalqi har vaqt tarix bilan qiziqsingan, tarixni yaratgan. Shuning uchun biz endi tübekçiler uyushmasi tuzigach, Tataristonda bizning butun dunyo Tatar kongressining qaramag'ida biz endi turli jillar, turli narsalar o'tkazib, choralar o'tkazib. Mana birinchi bo'lib endi bizning Avullar Assotsiatsiyasining yetakchisi Galimov Faner Gilmudinoğlu Boshqirdistonda To'ymaz rayonining Tumanak avulida birinchi topqir 2017-yilda matur etib iq sabanto'y o'tkazdi. Anda yine bizning Tatar kongressi yordam etdi. Ham ilki vitse-premyer, hozirgi Oqtanish rayonining yetakchisi Engil Navapovich Fattaqovda qatnashdi. Bik matur sabanto'y. U aning traditsiyasini ham estafetasini Oznaqayga topshirdi. Oznaqay былтыр 2018-yilda bu sabanto'yni bik maturg'ini o'tkazib, Marsel Zufarich Shaydullinning komandasi bik matur etib sabanto'yni o'tkazdilar. Anda bizning davlat vakilleri de buldu. Vasil Gayaz Shahraziyev. Biz bir oy oldanarak Oznaqayda matur etib bütün Rossiya ko'lamida iq yilg'asining tarixine başlangan zor konferensiya o'tkazdik, hammaning kitaplarında çıkardık. Bu tradisiyani bu yıl indi hozir Oqtanishga topshirdilar. 14-15 iyunda biz bütün Rossiya ko'lamida tübekçilerinin konferensiyasini o'tkazamiz. Aning da bağışlangan teması kishi ham tabiat iq bo'yinda tarixning shung tarixi ham Oqtanish rayonining madaniyati ham tarixiy masalaları degan zo'r konferensiya bizani hazırlaymiz. Hozir endi 14-15-da bu konferensiya bo'la, ham 16-sida iq sabanto'y bo'la. Aytib ketasim kelar, bu sabanto'yga ko'p kishilar kelajak. Türlü regionlardan, mesela bizning zo'r yetakchilar orasida kongressning yetakchisi ham bizning hukumatning raisining o'rinbosari Vasil Gayaz Shahraziyev, ham davlat sovetining yetakchisi Muhammedshin Farid Xayrulovich, ham boshqa yetakchilar, rayon yetakchilari kelajak. Buni aytib ketar ekan, bütün iq yilg'asining bo'yinda o'rnashgan Tatariston, Boshqirdiston, Orenburg өлкәсенең bo'lgan rayonning vakillari anda qatnashacak bu sabanto'yda. Turli choralar o'ylashilgan, bik matur programmasi. Lekin bunda bir narsa aytib ketara kerak, biz sabanto'yning oldindan 14-15-da konferensiya o'tkazamiz. Iq tarixine bag'ishlangan birinchi kunining 14-inde delegatsiya Qozondan 160 kishi kelajak. Shu avtobus bilan kelib tushgan delegatsiya soat 2da Oqtanishda, boshqa regionlardan, tübeklerden kelgan Magnitogorskdan 25 kishi, Orenburgdan, Boshqirdistondan 40 ga yaqin kishilar alar Oqtanishga soat 2larga, 3larga kelib yetarga tegishlar. 14-inde ham biz alar o'rnashib o'tgach, alarga endi taqdim etacaklar Oqtanishning yetakchilari, ham apparat xizmatkorlari, türlü idoralarning yordamchilar, maktablardan ekskursiyalar, mesela Tatar gimnaziyasının da qo'rov, Tübek muzeyin bilan tanishuv. Shundan so'ng soat 6da biz Og'idil yilg'asida parom bilan borib, matur etib tabiat buni öğrenip qarab, ham anda konsertda tinglayacakmiz. Kech bilan endi o'tirishlar bo'lacak. 15-inde Allah bersa soat 9'da turib biz seksiyalarni olib boramiz. Bizning plan bo'yicha bir 6-7 seksiya hazırlanıp bara. Anda türlü yo'nalishlar, mesela tabiat, iq bo'yi tabiati, avullar tarixi, burungi ham o'rta asr ham yangi tarix problemalari, avullarning tarixi, shundan so'ng büyük shaxslarga bag'ishlangan ularning turmushi, ijodini ko'rsatuv, maktablarda tarixni o'qituv, muzeylar ishlari, tübekçilerning ishlari, turli yo'nalishlarni biz ko'taracakmiz. Chunki mana hozir bizning endi 100 ga yaqin maqolalar yig'ilib, biz ana maqolalarni kitob etib tabastirga bizning fikr bor, ham ish bor. Shundan so'ng aytib ketara kerak, bu konferensiyaning abit tush oshirdan so'ng biz matur etib o'tkazishga tegishli plenar o'tirishdan da chetdan kelgan qo'noqlarning chiqishi bo'lacak. Chet el kishilari da var, regionlardan da Rossiyaning Omsk shahridan mesela kelirler, Moskvadan, Volgograddan, Ulyanovskdan, Boshqirdiston, Marieldan, Tataristonning avullaridan ham shaharlaridan shoqti ko'p. Mesela Kunchiqish Tatariston rayonlariga qaraganda Leningorskdan zo'r delegatsiya kelajak. Almatdan, Oznaqaydan, Minzeladan ham boshqa rayondan.
Актаныштан үзендә дә бик күп кешеләр язылган. Бу конференция бик матур үтәчәк. Әйтеп китәргә кирәк, бу конференциянең алдыннан без кичкенә генә бер үрнәк итеп, кичкенә генә бер конференцияда ачып җибәрәбез. 7 июньдә Чишмә һәм Миңнәр авылында biz матур итеп кенә Сабантуй алдыннан кичкенә генә төбәк ара конференция үткәрәбез. Анда Башкортстан вәкилләре килә, Минзиләдән, Әлмәттән, Азнакайдан һәм Актаныштан чыгыш итәргә бер 20-дан күбрәк доклад булачак. Без аларны күрсәтәбез һәм Сабантуйга да катнашабыз. Әйтеп китәргә кирәк. Без хәзер әзерлек бара. Мин мөмкин булганда әйтеп китәсем килә. Азнакайларга былтыр үткәргән өчен быел Актанышларга зур рәхмәтемне сәлам әйтәсем килә, чөнки алар күп эш куйдылар. Ык елгасының булган җирләрен тарихын күтәргәндә бик зур үзләренең үрнәген күрсәтеп һәм башка төбәкләргә үрнәк итеп калдырды. Шуның өчен бу конференциягә һәрберегезне Актанышка чакырабыз һәм оештыру комитетының исеменнән сезне 14-15 Актанышка конференцияга һәм 16-сы Сабантуйга чакырып калабыз. Рәхим итегез.